Oyani yomonini beraymi? Bir kunda $50 dan $100 gacha ishlab qo'ysangiz bo'lar ekan. Surishtirib ko'ring, balki undan ham ko'proq pul topishingiz mumkin. Har doimgidek eksklyuzivli narxlarda eksklyuziv mashina taqdim qilamiz. Bu safar Space Texnika bitta Gentra'ning puliga bor yo'g'i $15,000 ga. Ana endi eski davrlar o'tib ketdi. Tellagan, qiynalgan, unaqa narsa yo'q. Haydovchiga eng kerak bo'ladigan hamma sharoitlar qilib berilgan bo'ladi. Konditsionerlargacha, monitorlargacha bor ekan. Menimcha bilyapman sizga nima eng qiziqligini. Buni 1 yil garantiyasi bor. Zapchastda muammo yo'q. Bor yo'g'i, endi to'laysiz, buni olib kirib ketaverasiz. Hech qanaqa rasta moshka, pasta moshka yo'q. Zo'rmi? Zo'r taklifi. Ekonomik motor, 4 ta silindrga, bilaman, siz bekorchi ishlarni qilmaysiz. Siz faqat soqqan payda bo'lasiz. Bosib oladigan joyi bor yo'g'i $15,000. Menga gabarit yo'qdi. Slishkim katta ham emas, slishkim kichkina ham emas. Mana shu ko'tarish hajmi esa, kovushi 2 tonna atrofida bo'lar ekan. Umumiy og'irligi esa 4 tonnadan oshar ekan. Men aniq bilaman, bunaqa udovstolar lekin Gentra'da ham yo'q.